Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Müslüman dünyasındaki en çoğun İslam birlik sanıldığan Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın bir grubu vekiller Ömegi'nin Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılış için 17 Ağustos Xitay paytaxtı Beyjing'e yetip gelgenlik xabari chet ellik küzetkichilarning g'arb matbuotlarining kuchlik diqqatini qo'zg'adi. Bu munosabat bilan 18 Ağustos Germaniyada anglatish berdigan G'arbiy Janub radiosi Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirishlarni pardozlaydigan saxta tashviqotlarga chet el diplomatlari va ba'zi axborotchilarning hamdamda bo'layotganligini ilgari suradigan bir xabar tarqatdi. Xitoydagi Uyg'urlar qo'rqinch, bostirish, ta'tir tashviqot nomli bu xabarda 1 milliondan ortiq Uyg'urning jazo lagerlariga qamilib tortayotgan zulmlarni ba'zi musulmon dunyosining diplomatlari, tashviqot organlari va islomiy tashkilotlarning Xitoy bilan hamnafas bo'lib yoshirishga to'kib ketayotganligini, amaliyotda Xitoy tashviqotidagi baxtiyor Uyg'urlarning fojialik taqdirida hech qanday o'zgarish bo'lmaganligi, Xitoyning 2016 yildan boshlab yo'l qo'ygan jazo lagerlari siyosatining oradan 7 yil o'tgan bugungi kunda o'xshashli davomlashayotganligi bayon qilindi. Xabarlarga qaraganda, Djiboutining Islom hamkorlik tashkilotida doimiy turishliq vakili Diyoddin Bamahrama boshchiligida 17 Avgust Xitoyga yetib borgan Islom hamkorlik tashkilotining yuqori darajalik vakillar o'migi Saudiya Arabiston, Djibouti, Mauritaniya va Pokistonni o'z ichiga olgan 25 a'zo davlatning doimiy elchilari va vakillaridan tarkib topgan. Ularni Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Deng Li kutib olgan. Mazkur o'mak Xitoydagi musulmon azonliqlarning ahvoli to'g'risida Xitoy taraf bilan fikr almashtirgan. Orqadala mazkur o'mak 20 Avgust Urumchiga yetib berib, Sharq Turkistonga ziyoratini boshlagan. Atalmış Uyg'urab Nomrayliq partikomining sekretari Ma Shungroy bilan Uyg'urab Nomrayning qo'rchoq raisi Erkin Tuniyaz bu o'makdagilar bilan ko'rishib, ularning Xinjiangdagi musulmonlarning baxtiyor hayotini dunyoga anglitishini, Amerika boshchiligidagi g'arbdagi bir qism davlatlarning Xinjiang masalasida Xitoy qarshi surkishiga yo'l qo'ymasligini talab qilgan. Taqi yaqindala Arab ellari ittifoqining bir vakillar o'migi Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Uyg'ur musulmonlariga qartilgan irqiy qirg'inchilik va diniy ziyonkashliklarni oshkor inkor qilgan edi. Xinjiang gazetining xabar qilishicha, ko'rishda Ma Shungroy Islom hamkorlik tashkilotining islom dunyosining Xinjiang masalasini to'g'ri, obyektiv tonishni olg'a surishda ko'rsatgan xizmatlarga yuqori baho berish bilan bir vaqtda g'arb davlatlarini ayblagan. Ma Shungroy mundaq degan: Yaqinqi yillardan buyon Amerika qatorli g'arb davlatlaridagi Xitoy qarshi kuchlar Xitoyning Xinjiangda kishilik huquqni qo'g'dishiga doir yolg'on yovadaq so'zlarni tarqatib, Xinjiang orqali Xitoyni kontrol qilish suiqasdini bozorga silib keldi. İslam Hemkarlık Teşkilatı ve İslam dünyasındaki keng haqqani kişiler obyektiv meydanda turib, Xitoyning Xinjiang siyosati uchun adil söz qildi. Biz buningdan minnatdormiz. Ko'rishda Pokiston, Saudiya Arabiston qatorliq bir qism davlatlarning vakillari Xitoyning terrorlik qarshi kurashda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlari va Xinjiangning iqtisodiy taraqqiyotida qo'lga keltirgan natijalarga madhiya o'qigan. Pokistonning Islom Hemkarlık Teşkilatıda doimiy turishliq vakili mundaq degan: Xinjiangning Urumchi va Qashqardagi ziyoratimiz bizni reallikni ko'rish fursati bilan ta'minladi. Hamda bu rayon to'g'risidagi xato qarashlarni hal qilishga yordam berdi. Bu munosabat bilan Markaziy Washingtondagi Uyg'ur tadqiqot markazi 19 Avgust kuni bayonot e'lon qilib, Islom hamkorlik tashkilotining Xitoy tarafidan maqsadli tashkillangan bu ziyoratini qattiq ayblagan. Bayonotda Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlariga qarshi xalqaro jamiyatning bo'libmi musulmon dunyosining eg'zini tuvoqlash uchun har turli o'yinlarni o'ynayotganligi, jazo lagerlarining hilam mavjudligi, zulmning davomlashayotganligi, Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın bununla şerik olmaslığı lazımlığı tilga ilingan edi. Bayonotda mundaq iboralarga o'rin berilgan. Islom Hemkarlık Teşkilatı vakillar o'migi faqatli Xitoy hukumati allaqachon planlagan saxta naq maydon ko'rinishlarini ko'ralaydi va Xitoy amaldorlari astoydillik bilan o'rinlashtirgan kishilar bilan ko'rishalaydi. Yerlik kishilar vakillar o'migiga o'zlarining haqiqiy ahvollarini aytolmaydi. Xitoy doiralari ilgirmi musulmon davlatlardan kelgan amaldorlar, diplomatlar, o'limalar va axborotchilarni Sharq Turkistonni ziyorat qilishga tashkillangan bo'lib, bu xil ziyoratlar oxirida Xitoyning Sharq Turkistonga irqiy qirg'inchiligi va islom qarshi urushini oqlash uchun xizmat qilgan edi. Darvaqa, mayli Arab ellari ittifoqi bo'lsin, yoki Islom hamkorlik tashkiloti bo'lsin va yoki musulmon davlatlarning Xitoydagi diplomatlari bo'lsin, ularning Sharq Turkistonda ilib borgan ziyoratlarining hammasi Xitoyning jinoyatlarini pardozlash uchun xizmat qilib kelgan. Bu sababli xalqaroda turli noroziliklar paydo bo'lgan edi. Axborot vositalaridagi ma'lumotlar Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini yoshirish uchun vatan ichida baxtiyor Uyg'urlar tashviqotini zo'r darajada kuchaysa, chet elda chet elliklarni ishga silib, bu sohadagi faoliyatlarining salmog'ini yanada kuchaytirayotganligini namoyon qilmoqda.
Amerika prezidenti Joe Biden bilan Yaponiya va Janubiy Koreya rahbarlari o'tgan haftaning oxiri Washington atrofidagi David Qo'rqi prezidentlik turalg'usida o'zaro uchrashgan. Bu qatimliq tarix xarakterlik uchrashishda ular xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlikni kengaytishga kelishib, Xitoy va Shimoliy Koreya bilan bo'lgan munosabat keskinlashayotgan bir paytda o'zaro ittifoqdoshlik munosabatini texim mustahkamlagan. Prezident Baydenning oshkorlashicha, bu uch davlat buningdan keyin qiziq liniya aloqa kanali qurib, tahdid qarshi muzokara olib bordi ekan. Prezident Bayden 18 avgust juma kuni Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida, Janubiy Koreya prezidenti Yoon Suk Yeol bilan ilib borgan suhbatdan keyin David Qo'rqi prinsiplari deb atalgan o'rtaq xitobnomani e'lon qilgan. Birlashma agentligining xabarida qayd qilishicha, Prezident Bayden biz birlikda tursak, bizning davlatlarimiz texmi kuchlik, dunyo texmi bexatarlik bo'ldi. Men 3 yil davlatning bu nuqtada o'rtaq qarashda ekanligini bilaman degan. Ma'lum bo'lishicha, Oqsaroy 18 avgust e'lon qilgan David Qo'rqi prinsiplari nomli o'rtaq xitobnomada bu uch davlat mavjud holatni qurol kuchi bilan bir taraflimlik o'zgartish yo'lidagi har qanday urinishga qarshi turadiganligi, kishilik huquq va insonparvarlik masalalarini hal qilish, jumladan odam bedikchiligi, tutqun qilish, urush asarlarini davlatga qaytarmaslik masalalarini darhol hal qilishga izindiganligini bildirgan. Bo'libmi o'rtaq xitobnomada ta'kidlanishicha, Tayvan bo'g'zining muqimligi xalqaro xavfsizlik va gullanishning kam bo'lsa bo'lmaydigan element ekan. Uch davlat rahbarlari o'rtaq xitobnomada uch tarafli xavfsizlik hamkorligimizning maqsadi butkul rayonning tinchligi va muqimligini ilgari surish, rivojlantirish va davomlashtirishdir degan. Prezident Bayden Yaponiya va Janubiy Koreya rahbarlariga o'xshashla bu yig'inning Xitoy to'g'riliq emasligini aytgan bo'lsa-mu, lekin o'rtaq xitobnomada Xitoyning Janubiy dengizidagi xatarlik ham zo'ravon harakatlarining tilga ilinishi, Hindi Tinch okean rayonida mavjud holatni o'zgartish yo'lidagi har qanday bir taraflimlik urinishga qat'iy qarshi turadiganligini ta'kidlashi diqqat qo'zg'agan. Xitoy Ukraina urushida betarafdek ko'rinsa-mu, amaliyotda uning Rossiyani tikuchar ushqisiz aeroplan, optiklik ko'rish turbini va boshqa halqiliq harbiy xom ashyolar bilan ta'minlayotganligi ilgari surildi. Xitoy hukumati Rossiya 2022 yili 2 oyda Ukraina qurolliq tajovuz qilgandan beri izchil o'zining betaraf ekanligini ko'rsatib, Rossiyani harbiy qurol-yarog'lar bilan ta'minlab kelganligini inkor qilib kelgan. Lekin Angliya Telegraf gazetining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Rossiyaning harbiy qurol-yarog' korxonalariga necha 10 ming qitimlab maliyat yutgan. Telegraf gazetining tekshirish dokladida Xitoyning Rossiyani bu lavozimlar bilan ta'minlashi G'arbning Rossiyaga yurgizgan embargosiga buzg'unchilik qilgan bo'lish mumkinligi ta'kidlanmoqda. Doklad qayd qilinishicha, Xitoy bilan Rossiya orasidagi savdo bu yilning dastlabki 8 oyida 200 milliard dollardan oshib, yangi rekord yaratgan. Dokladda Xitoyning Rossiyaga qaratgan yordami Ukraina urushidan burun boshlanganligi, Xitoyning Shantou Honghu plastik nomli o'yinchoqlarni top setish shirkatining Rossiya Ukraina qurolliq tajovuz qilishdan 2 oy avval Xitoyning Shantou Honghu plastik nomli o'yinchoqlarni top setish shirkatining Rossiya Ukraina qurolliq tajovuz qilishdan 2 oy avval Rossiyaning bir shirkatiga 1000 dona ushqisiz aeroplan, ya'ni dron sotganligi, urush portlagandan keyin Xitoyning yordamining texim ko'payganligini bildirgan. Telegraf gazetining aytishicha, Xitoyning Hems 999 nomli tikuchar ishlab chiqarish shirkati bilan Tianjin Huarong Avasiya shirkati Rossiyaga tikuchar aeroplan yo'llagan. Doklad yana 50 dan ortiq Rossiya shirkatining Xitoy optiklik ko'rish turbinlarini sotib olganligi, asboblarning ko'p qismining Yiwu Wojia optiklik asboblar shirkati tomonidan ovchilik asboblari degan nomda sotilganligi bildirilgan. Amerika ilgari Xitoyni Rossiyani qurol-yarog' bilan ta'minlamaslik haqida ko'p qatim ogohlantirib, agar u Rossiyani harbiy qurol-yarog' bilan ta'minlasa, uning og'ir badal to'laydiganligini ta'kidlab kelgan edi. Xitoy hukumati 2023 yili 4 oyning oxirgi haftasi Xitoyning aslidagi josuslik qarshi turish qonuniga yangidan tuzatish kirgizilganligini e'lon qilgan bo'lib, yangilangan josuslik qarshi turish qonuni 2023 yili 7 oyning 1-kunidan boshlab rasmiy ijro qilinishga boshlagan. Navbatda bu qonun ijro qilinishga boshlagan bir oydan buyangi ahvol G'arb davlatlaridagi mustaqil taratqulardagi qiziq nuqtalarning biriga aylanmoqda. Amerikadagi Xitoy vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan analizchilardan Chicago universitetining takliflik professori, kishilik huquq advokati Tongbiao Apandi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimiga qilgan so'zida josuslik qarshi turish qonunining maqsadi haqida to'xtalib mundoq dedi. Josuslik qarshi turish qonuni atlishda josuslik qarshi turib davlat bexatarligini qo'g'dashni maqsad qilgan deyildi. Ammo amaliyotda Xitoy Kompartiyasining maqsadi hokimiyatining bexatarligini qo'g'dash. Tongbiao Apandi yana 7 oyning 1-kunidan boshlab ijro qilinayotgan yangilangan josuslik qarshi turish qonunining texim kengaytirilganligini eskartdi. U
ilgari normal hisoblangan so'z harakatlarının bu qonun doirasiga kiritilganligini eskartib, davlat ichidagi Xitoy fuqarolarining telefon uchur aloqasiga qo'yilgan cheklamalar, chet ellarda o'qiganlar, chet el pasporti bilan yurtga tuqqan yo'qlash va sayohatga borganlar, Xitoydagi chet el shirkatlari xodimlari, chet ellik sayohatchilarga o'xshash har soha kishilarga qaratilgan turli tekshirish belgilamalarining Xitoy tuprog'iga qadam bosganligi kishi uchun kutilmagan xatar ilib keldiganligini bildirdi. Tangbiao so'zni davom qilib yana mundaq dedi: Xitoy Kompartiya hukumati hozir davlat darvozasini mahkam qamal qilish tadbirini yo'lga qo'ymoqda. Xitoydan ayrilish barg'ancha taslashdi. Chet elliklar uchunmi Xitoyga kirish barg'ancha taslashdi va xatarlik bo'lib ketdi. Bundaq sharoitda josuslikqa qarshi turish qonunining o'tirg'i chiqishi va uning ijro qilinishi kishilardagi qo'rqinch va andishini tixim kuchaytirdi. Ma'lum bo'lishicha, yangilangan josuslikqa qarshi turish qonuniga Xitoy chegarasidan kirish va chiqish haqidagi yangi qonun belgilamalar qo'shilgan bo'lib, mazkur qonun bo'yicha Xitoy chegarasidan chiqmoqchi bo'lganlar ularning chet el pasportidagi kishilar yoki Xitoy tavasidan Xitoy pasport bilan chet elga menish oldidagi kishilar bo'lishidan qat'iy nazar birdek mush qonunga bo'ysunish talab qilingan. Tangbiao apandining bildirishicha, atalmış yangilangan josuslikqa qarshi turish qonunidagi chegaradan kirish chiqish belgilamalari sababli ziyonkashlikka uchraganlar allaqachon muayyan songa yetgan bo'lib, buning ichida Xitoy fuqaroligidagi kishilardan boshqa yana zo'r sonda Amerika va Avstraliya fuqaroligidagi kishilar bor ekan. Tangbiao navbatdagi Xitoy vaziyatini ta'riflab, 2016 yil oxiridan boshlab Sharq Turkiston yo'l qo'yilgan lagerlar qamash va irqiy qirg'inchilik siyosatining xalqarada insoniyat qarshi ig'ir jinoyat deb ayblanayotgan bo'lsa-mu, ammo hozir ilgirki Uyg'urlarga sinov qilingan qattiq nazorat va ta'qib sistemasining navbatda butkul Xitoyga kengayotganligini ogohlantirdi. Xitoyning bu yil 4-oyning oxiri ma'qullangan yangilangan josuslikqa qarshi turish qonunidan boshqa yana 2023 yil 6-oyning oxirida Xitoy manfaatiga ziyon yetkazdi deb qaralganlarni nishonlaydigan tashqi munosabat qonuni ma'qullangan. Xitoy hukumatining atalmış yangilangan josuslikqa qarshi turish qonuni va tashqi munosabat qonuni qatorliqlar tilga ilingan qonun belgilamalariga qarta Amerika hukumati o'z andishisini bildirgan. Bu yil 7-oyning 3-kuni Amerika tashqi ishlar ministrligi Amerikaliklarni Xitoyga sayohatga berishdan ehtiyot qilishga chaqirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu vaqtdagi ko'rsatmasida Xitoyda sayohat qilayotgan yoki o'ltiraqlashgan Amerika fuqarolari o'zlari ayblangan jinoyat to'g'risida uchurga erisha olmay turib, tutqun qilinishi va ularning Amerikaning konsulxonalari bilan aloqa qilishiga yo'l qo'yilmasligi mumkin deb ogohlantirgan. Yaqindan buyon Xitoy hukumatining tashviqoti bilan chet elda o'qiyotgan bolalarni ko'rish uchun Xitoy pasportiga iltimos qilayotgan Uyg'urlar va yurtida qolgan ota-ona urug' tuqqanlarni yo'qlash uchun chet el pasporti bilan Xitoyga bormoqchi bo'lgan Uyg'urlarga nisbatan Xitoy hukumati ijro qilayotgan josuslikqa qarshi turish qonunidagi belgilamalarining qanday ta'sir ko'rsatilganligi chet ellardagi Uyg'ur jamoati jiddiy diqqat qilayotgan masalalarning biri bo'lmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.